akalar Lacetti Grow'da avtomat коробка moyimizni almashtirib beryapmiz. Ko'rib turganingizdek, necha pul bo'ladi, nima filtr ketadi, necha litr ketadi, nima xiyoni hammasini video davomida ko'rsatib o'tamiz akalar. Lacettimizni tega tushdik mana, paddonlarni pulni yechib oldik. 15-20 ta bolt bo'ladi. Mana filtrlari bo'ladi. Bu monograziviy, doim almashtiradigan narsa emas bu. Tozalab qo'yib qo'ysak bo'ladi, setkali bo'ladi akalar. Paddonlarni ham toza qilib almashtirib berdik. Tozalab qarplarni tozalab yengil qilib berdik. Mana strushka yig'gan bulardan, mana magnitlari mana kirni ko'rgan bo'lsanglar mana yomon bo'lib ketganini tozaladik bularni yaxshilab qilib. Korobkamizga mana Dextron 6 basenol moyimizdan quyib berdik. Bundan 4 litr ketadi akalar, 4 litr. Общий zaminasi Lacetti'mizga, общий zaminasi 700 ming so'm bo'ldi akalar. Sizda ham Lacetti bir avtomobil bu avtomat korobka olib kelsangiz, chiroyli narxda almashtirib beramiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.